sizga ozgina Damas qo'ydirgan kelinlaringiz. Damasga anaqa to'r burchak. O'zi 4 million, 2 million 400 deyapmiz-ku, to'g'ri? 2 million 400 bo'ladigan bo'lsa aka, mana yerga qo'yiladi, mana ko'rsating-a. Rolni mana yerga qo'yiladi. Shundaysa, oddiy variant. Agar to'r burchak led bilan mana bunga o'xshagan, mana bunga ko'rsating-da. Agar mana bu bilan qo'yadigan bo'lsangiz, unda ko'rsatib turadigan chiroqchasi bilan yana 100 ming qo'shiladi. 2 million 500 bo'ladi deysan. Olavering. Endi buni kaltingiz qani? Mana kalt. Glушитель bor-ku. Glушительni kesib anav qilishi, glушительni o'ziga ham 30 ming adini Endi orqasini ochamiz. Ochiq. Endi mana qarang. Oddiy planka bilan qo'yadigan bo'lsak, o'zim aytayotgan narx. Agar отдельно shumka qo'yaman desangiz, shumkalar 25 mingdan bitta ketadi qolasangiz. bitta sploshni endi to'r burchak qo'yildimi? List qo'yaman desangiz, listga ham 100 ming отдельно bozordan olib kelib bersangiz, qo'yib, chiroyli qilib, uni komfortni tanlash o'zingizga bog'liq. List qo'yamiz aka. List bilanmi? Shuncha narsani tushuntirib berdim sizga. Sizni endi qanday qo'ydiraman deyapsiz masalan? Meni fikrim biz tomonga haligi listi bor-ku, 60 ga 90 qo'yapti Samarqandga. 60 ga 90. Shunday qo'yib beramiz. Qo'yib beramiz. Alohida chiqimi bor. Aytayapman, uning uchun borishimiz kerak. Siz o'zingiz bilan olib kelganingizda o'shani qo'yib berardik misol. O'shanda qilib qo'yib beraveraylikmi? Boramizmi bozorga? Bo'ldi, bo'lmasa o'tib, list olib kelib berasiz. Biz sizga o'sha ikkita shumka qo'yamizmi, bittami? Ikkitami, bittami qo'yamiz-da. Bo'ldi. 25 mingdan dedingiz. 25 mingdan 50 ming. Bo'ldi, men o'shalarni bo'lmasa sizga qilib, chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Bo'ldi. Bozor oldimizda. Bo'ldi aka, xo'p, bozorga keldik. 50 ga 70 mi? 50 ga. Mana bo'ladi. 50 ga 70 list olishdi. Aka bu yangi Temir bozor mana. Akamizda mana 50 ga 70 list olishyapti. Kelishtirib beravering mehmonlarga aka. Talshinalari to'rlik list bo'lyapti mana qalinligi. Tiniq mana shundan hammasi kesilib. To'rlik 50 ga 70 olishdi. Hali keyin bo'lgandan keyin obzor qilinadi. Ana guliga qizib qarab. Olmaymi? Mana klientimiz aytgandek gaska oldi hamda bu yerda ikkita shumka oldi. Mana shumkalardan tagiga qo'yiladi. Magazindamiz. 65 talik shaffof balon. Mana 3 ta belbog'i bor. Ko'rinib turgandek kliplarimiz o'zlari aytgandek mana 50 ga 70 list oldi. Komfortda o'zlari qoladilar. Unga mana ikkita shumka oldi yana. 25 mingdan 50 mingga ikkita shumka. Mana bu yoqqa qo'yadilar. Va uni ustidan 50 ga 70 boyagi listimiz. Listni qo'yishdan oldin yana bitta komfort tomoni 15 mingga mana flakonni olib qoraytirib yuboradilar. Shu moshli chiqadi. Xudo o'zi qo'yib bo'lgandan keyin yana bir bor ko'rsatamiz. So'yirimiz ham tayyor bo'ldi. Yopmang. Oching. Mana xudo xolasa tagiga 65 talik shaffof balonlar qo'yilgan holatini ko'ryapsiz. Mana o'sha xudo xolasa list shumka tagidan mana chiroyli qilib klientimizni o'zi chiroyli tanlagan vыборi bo'ldi. Ikkita shumka qo'yib mana list bilan qo'yib berdik. 50 ga 70. Qanday chiroyli chiqqanini ko'ryapsiz o'zingiz. Deb holatga keldi. Mana bundan bir ko'rsatib qo'yamiz. Doğru, ustalığı ko'rsatib qo'yinglar. Mana. Nomer 1 ustalar buni. Deganda boshimdek.
aka qayerdansizlar? Samarqand viloyat Qayloq tuman Bag'zog'on. Bizni Ligorovkani cho'tki qilib berdim. Sizlarga yoqdimi? Yo'q, baraga toping. Ko'ngilday chiqdimi hammasi? Aka, hozir mana Rustam ukamga keldilaring. Men telefonni bera olmayman. Lekin xudo xolasa Guliston avtometangaz o'rnatish xizmati degan YouTube kanaliga chiqaramiz. Inshaalloh. Xudo xolasa mana ukamni oldiga bemalol kelaverasizlar. Inshaalloh. Mayli aka, yaxshi yetib o'ynar. Xo'p. Boya aytganlaringdek, otda emas, kiyikdek chopdi dedilaring, to'g'rimi? Xudo xolasa bo'pti. Mayli, yaxshi yillarda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xo'p.